Keyingi misolimiz ushbu diagrammada ma'lum davrda savdo do'konlarida sotilgan uchta mahsulotning miqdori haqida ma'lumot berilgan. Quyida ko'rsatilgan diagrammalardan qaysi birida ko'rsatilgan uchta davr mobaynida sotilgan sholi va arpaning ulushi to'g'ri ifodalangan. Demak, biz topishimiz kerak ekan sholi va arpaning ulushlarini topib olishimiz kerak bo'ladi. Sholi bilan arpani biz yuqoridagi diagrammadan qanday topamiz? Birinchi shunga e'tibor qarataylik. Mana bu yerda yozilgan mana bu sholi ekan, mana bu arpa ekan. Mana yuqorida mana bu sholi, mana bu sholi bo'ladi shu yonda. Bu arpa mana. Bu rasmlisi arpa hisoblanadi. Endi biz shular ikkalasini qiymatlarini mana bu yerda qiymatlar berilgan. O'sha qiymatlarni qo'shib chiqamiz. Birinchi demak sholi 40 ekan. Sholi 40 ekan. Arpa esa 60 ekan. 60 100 ga teng. Bular hammasini qiymatlarini qo'shib yig'indini olamizdan yig'indini 100% deb olib o'shanga qarab ulushlarga bo'lib chiqamiz. Keyingisi sentyabr oyini topdik. Oktyabr oyida mana demak 100 ga 60 ekan. 100 ga 60 bu 160 bo'ladi. Noyabr oyida ham 100 ga 60 ekan. Bu ham 160 ga teng bo'ladi. Endi bularni qo'shib olamiz. Bu bo'ladi 420. Endi aytadigan ishimiz nima? Demak, hammasini mana buni, mana buni va mana buni oldik. Bu 100 ga teng ekan. Bu 160 ga, bu esa 160 ga teng ekan. Hammasini 100% deb olamiz. 420 demak 100% bo'ladigan bo'lsa, biz topishimiz kerak. Birinchisi mana sentyabr oyinikini topishimiz kerak. Sentyabrki 100 ekan. Shu sholi bilan arpaning ulushi 100 ekan. 100 nechi foiz bo'ladi? Mana buni topishimiz kerak proporsiya. Endi bu yerda 420 x barobar demak 100 ko'paytirilgan 100 bo'ladi. Bu yerda bu bilan bu ketadi. 42 x bo'ladi. Barobar 1000 bo'ladi. X barobar demak 1000 ni bo'lsak 42 ga x teng hozir bo'lib chiqamiz. Bo'lingan 42 bo'ladigan bo'lsa bu teng ekan 23 butun 10 mingda 895 ekan. Buni taqriban 24% deb olsak bo'ladi. Demak, bu 24% ekan. Ulushini topdik foizlarda. Buni nimaga topyapmiz? Mana shuni mana bu yerdagi pastdagi ABCD doiraviy diagrammalarga qo'yib ko'rishimiz uchun. Keyingisi 160. Mana 160 ekan. 420 100% bo'ladigan bo'lsa 160 x% bo'ladi. 420 x teng bo'ladi 160 ko'paytirilgan 100. Bu bilan bu ketadigan bo'lsa x barobar 1600 bo'lingan 42 bo'ladi. X barobar endi 1600 ni biz bo'lishimiz kerak 42 ga. Bu nechi chiqadi? Bu 38 %8 chiqyapti. Buni 38% deb olamiz. Mana 78% deb oldik. Bu 38% ekan mana. 38%. O'z-o'zidan ma'lumki bu ham 38% bo'ladi. Bo'ldi, mana kelib chiqdi. Bizda mana diagrammalarni bir yondan qo'yib chiqadigan bo'lsak,
Mana bu sentyabr oyiga tegishli bo'ladi. Bu oktyabr oyiga tegishli bo'ladi. Bu esa noyabr oyiga tegishli diagrammalar bo'ladi. Shuni sentyabr, oktyabr, noyabr mana. Bu ham shunoq sentyabr, oktyabr, noyabr. Bir narsaga e'tibor bering. Yuqoridagi diagramma rasmlari bilan pastki diagramma rasmlari bir xil kelmaydi. Nega bir xil kelmadi? Bir xil bo'lishi kerak yo'q. Bu ikki xil diagramma. Birida ustunli berilgan uchta bilan pastda doiraviy berilgan faqat ikkitasini ulushini ko'rsatgan xolos. Demak, noyabr. Endi qaraymiz. Birinchisi 24% ekan. Bu 24% degani eng kichigi degani. Qolgan ikkitasi 38%dan. Mana bu yerga yozib olaylik. Mana sentyabrda 24% ulushga ega. Oktyabrda 38% ulushga ega. Noyabrda esa 38% ulushga ega. Mana shuni topishimiz kerak. Sentyabrlarga qaraymiz, bu juda katta. Mana bu o'xshayapti, lekin bu yerda u uchalasi ham bejavobda. Mana qarang, e'tibor bering, uchalasi ham bir xil buni. Hmm, ham to'g'ri kelmaydi. C javobga qaraydigan bo'lsak, sentyabr oyida yarmi to'g'ri kelyapti ulushlardan sentyabr oyiga. Bu ham to'g'ri kelmaydi, o'z-o'zidan ma'lum. Demak, mana ko'ryapmiz bu sentyabr oyida 24 bo'lsa, oktyabr bilan noyabrni ko'rib turibsiz. Bir-biriga teng. Demak, D javob bo'ladi javobimiz. Javob shu bo'ladi.